Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, yaxshimisizlar? Ibodatlarga tayyorgarlik bo'lyaptimi? Yalqonlik qilmaylik birodarlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda Duxon surasida bu kechani alohida aytib o'tdi. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bu kecha barcha hakim ishlar ajratilinadi dedi. Bir yillik bizni inshaalloh shu bugun qadr kecha desak aytdim, sahobalardan ba'zilari hatto qasam ichgan ekan. Allohga qasam 26 dan 27 ga o'tar kecha qadr kecha degan ekan. Ba'zilar boshqacha ham hisoblagan ekan. Qadr surasi bor-ku, Laylatul Qadr. Shu Qur'onda 3 marta takrorlanganda Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Harf 9 ta ekan. Keyin va ma adraka ma Laylatul Qadr. 2 marta keldimi? Uchinchisi Laylatul Qadri. Shu 27 ta deb ba'zilar ishtihat qilgan, ya'ni agarda bugun qadr kecha bo'ladigan bo'lsa, birodarlar, bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo ibodat qilgan aytib qo'ying. Xor bo'lsin, bunday ergash qilinsin, amin deng deb Jibril alayhissalom aytdi. Eng afzal farishta, eng afzal payg'ambar duo ibodat qildi kimga? Shu kechadan unumli foydalanmasa. Birodarlar, bir yillik hayotimiz o'zimiz yevamaylikda, attankilik o'tib ketmaylik keyin. Uyqularda, ishlarda bir kechaga bo'lsa ham yig'ishtirib o'ta so'raydigan kunimiz. Qiladiganlar ishini quvosinta to'xtatib kechasi bilan Allohdan so'raylik. Butun ummatga duo qiladigan kunimizda. Shunga birodarlar o'ta katta g'animat. Mana ehsonlarimiz esdan chiqmasin, qo'ldan kelganicha bu narsa qilib qolishimiz kerakda. Ya bag'iyal xayri aqbil. Ey yaxshilik qiluvchi, nima bo'lsa ham yaxshilik qilib qol deyapti farishta. Va ya bag'iya sharri aqsir. Ey yomonlikda niyat qilgan, to'xtat deyapti. Birodarlar, bugungi tun oddiy tun emas. Alloh taolodan so'raylik, bir go'zal ibodat qilib qolaylik. Assalomu alaykum.